Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Bugun uzoq muddatli pauzadan keyin yana joyga qaytdik. Toshkent Sergeli bozoridan birinchi avtomobilimiz Gaelka. Mashinaning holati juda ham tiniq ekan. Kraskalari hammasi radnoy. 2008-yil. Mana bu informatsiyasi. To'g'risini aytaman, mashina juda ham tayyor mashina. Даже tashqi ko'rinishdan boshlab salon holatlari ham juda ham tiniq. Dinamarka qator tugagandan keyin bu tomonga qarab yurgan paytlaringda shu JM shu bilan birgalikda Xitoy avtomobillari ikki tomonga joylashtiriladi. Olgan odatda shu borib bunaqasiga borib darvozadan kirib shu saralab Dinamarkalarni qidirib topishga harakat qilaman. Endi noyob avtomobillar. Bu avtomobillar so'mka qiladiganlar juda ham ko'p. Voy, yana qayta so'mka qilish sal to'g'ri kelmaydi deyman. Endi mana noyob deb aytganimda уже noyob mashina ko'rinib qoldi, qanaqa mashina ekanligini ko'rib turibsiz o'zlaring. Kelin bankin agar nomerlari ham udar ekan mashina. 2005 bo'ladimi, 2000-yil bo'ladimi, bari mashina o'ziga tortadi ekan. Bu mashina sotiladimi yo'qmi bilmaymiz, lekin просто syomka qilaman, bilmayman hozir. So'rab bilamiz, sotiladi mashina yo'qmi. Yopilishlarini qarang, eshitinglarmi? Yaxshi yopmadi. O'zgacha kayfi bor bu mashina. Ochilishda ham kayf qilasiz, yopganda ham kayf qilasiz. Hurmatli aka-ukalar, Genesis G80. Noyob dvigatellardan biri 3.5 lik twin turbo. Mashina полностью brana plyonka bo'lgan, atroflari. Ishlariga yaxshi registrator qo'ygan, $350. Mashina полностью full. Olganda Hyundai kompaniyasining lyuks avtomobillardan biri. Полноприводный avtomobil. Mashina turishi necha baho? Mercedes S-klassga o'xshab ishlatilgan. Полностью elektropaket. O'rtoqlar, ishoninglar, kamerasiga qanchalik ko'rsatib beradi bilmadim, lekin mashinani tavus to'y deydik shunaqa joyini. Bu ana Xitoy mashinalariga o'xshatmanglar buni. Koreya bu. Necha yillik reputatsiyaga ega bu mashina. Mashina turishini qaranglar. Sijenlari alohida tema. Zo'r. Genesis. Narxi o'rtoqlar 85 ming. Davutchi yo'q deb o'ylagan, davutchi bor ekan mana. Slipoy zonalar bor, mashina. Ushbu telefon raqamga telefon qilib aloqa qilishlaring mumkin. Boshlang'ich narxi $85 ming. 3 ta yog'iga 4 litr rasxod qiladi benzin. O'rtoqlar Toyota. 26. Narxini qancha so'rayapsiz? 26,5 ming. Boshlang'ich narxi gibrid. Har doim videolarimda davomli aytganman. Agar gibrid avtomobil deb tavsiya berganda birinchi o'rinda Toyota'ni har doim aytganman. Toyota, Lexus gibrid masalasi bo'yicha dunyoda bularga hali yetib kelgani yo'q. Umuman Yevropa bozorlarida, Yevropa taksilarida ham Toyota Prius hozirgacha nomer 1. Lyuklari bor ekan mashinaning. Toyota Corolla 2026-yil. Mashina
ko'p og'aynilarimga tavsiya beraman-da, shu mashina olayotgan payt Corolla'ni olinglar, yutqazmaysizlar desam, shu boshqa bir marka mashinalarda aytishadi, keyin mayli deb qo'yaman. Mendan maslahat so'raganda har doim aytaman. Budjetni, chidamli mashina deganda har doim men ko'z oldimga birinchi o'rinda yaponlardan Toyota ko'z oldimga keladi. Mana bu tkань material bor-ku, umuman boshqacha narsa. Har qalay bu budjetli variant bo'lsa ham Yaponiyani, no, ощущение umuman boshqa narsa. Mana bulari yumshoq, dubovый qattiq emas, mana qo'lim botyapti ko'rinayotgan bo'lsa. Umuman olganda har bir avtomobilni syomka qilib obzor qilayotgan paytimda birorta sotuvchi yoki birorta kompaniya menga bu pul to'lamaydi. Avtomobilga o'zimning bo'lgan nima deydi, dunyo qarashim, nigohlarimni sizlarga to'g'ridan to'g'ri ko'rsataman. Mashina zo'r. Toyota umuman olganda kompaniyasini eng ko'p sotilgan modellardan biri Toyota Corolla bo'ladi. Oldilari va shu boshqacha chiqdi. Ushbu telefon raqamiga telefon qilib 1.6lik motorimi yoki 1.8 a? 1.8 lekin O'zbekistonda kam uchraydi og'aynilar, 1.8 ekan. To'rt ming probeg. 2018-yil Malibu. 2.4likmi deb aka bu? Qancha so'rayapsiz narxini? 25,5 ekan narx, akalar. Malibu endi bizlardan bozorimiz ichida eng ko'p sotiladigan mashinalardan biri. Olganda tashqi ko'rinishdan yoqadigan avtomobil menga, amerikanskiy avtomobil. No, saloni biroz kuchliroq, atak Malibu. 14 ming probeg ekan mashina. Shunday holati tiniq. 14 ming degani endi masla demasa ham, no, holati yaxshi. Bo'lmoqchi. Panoramalar bor. Mana shu Malibu, mana bu Corolla, Genesis, mana shu qatorda turgan Malibu bor, Tracker bor. Bular hammasi egalananchlari bo'yicha notarial xizmatlari ichida bonus qilib o'zlari qilib berishadi, короче. Aloqaga chiqishlari mumkin. Yana bitta yapon avtomobillaridan biri FX 3.5lik motor, 2007-yil. Mashina tiniq holat. Shu yerlari bu butun mashinani salon holatlarini oslab ko'rsataman. So'rab turgan narxlari 11 ming dollar ekan. Oladigan odam bo'lsa kelishtirib kapot ustidan berib yuboraman deyapti. Har doim aytaman, mashinada yili eski bo'ladimi, yangi bo'ladimi, kraska bo'lishi mumkin, chunki katta megapolislarda shaharda mashina ko'p bo'lgan hisobiga xohlaymizmi yo'qmi, mashinani uramiz, turtamiz. Mashinani основной kraskasi emas, suyagi butun bo'lishi kerak, geometriyasi ketmagan bo'lishi kerak mashinani. Geometriyasi ketgan mashinani ustiga xohlaganicha tuning qilasizmi, diska qo'yasizmi, balon qo'yasizmi, o'zgarmaydi. Geometriya основной. Kraska bo'lgani hech narsa emas. 3.5lik motor. Nechlik? 94lik. 811. 1181. O'zim hozir mana bu O'zbekiston yo'llarida analog mashina, tagi baland kerak deb qidirib yurgandim-da, prosta to'satdan bunday tutsan. Bu mashina bilan yaqindan tanishman, chunki og'aynilarimizda bor edi Rossiyada, minib yurishardi. Endi bu haqida mashinada ma'lumotga ham egaman, internetda ham o'qiganman. Juda ham baquvvat avtomobil. 2 litrlik 2005-yil полный приводni esa qanaqa, yana дополнительный knopkasi bor, bosgan paytingizda qo'shimcha yana ikkita ballon g'ildirak aylanadi. So'rab turgan narxlari 6800 dollar. Endi yana telefon qilib kelishib olasizlar qolganini. Mashinani bu yoqda kraskasi bor, lekin umuman olganda mashinaning geometriyasi, kuzovi tep-tekis.
zo'r. O'zbekistonda ana bu ayniqsa mana bu Surxondaryo, Qashqadaryo yo'llari qanaqa hozir bizlarda, qaysi ahvolda? Shunga yarasha. Lekin mana bombani olib tashlardim men. Bizlarda endi moda bu, metan. Endi metani bor, mashinalarga yana qiziqadigan akalarimiz ham bor. Metani bor ekan. Atagi mashina. Orqasini ham ko'rsatib yuboraylik, ko'p kishiga baribir tashqi ko'rinishi baribir muhimroq bo'ladi. Masalan, menga shaxsan mashinaning tashqi ko'rinishi muhimroq. Mana hozir olganda vizualni ko'rinishi mashinaning vizualni edi. Gaplarim ham chalkashib ketyapman issiqda. Har doim aytaman, idealni obzorchik emasman yoki idealni avto ekspert emasman-da. Men hozir birinchi marta ko'rib turibman. Mana bu glass degani, mana bu lyuk, mana bu fortchka отдельно ochiladi. Dur bu mana bu orqa eshik bagajnikida 2005-yil Hyundai'da bu funksiyalar bor. Молодец. Hyundai'da hurmat qilaman. Yaxshi kompaniya, o'ziga yarasha dostoyniy apparat. Lekin bosib oladigan joyi ham bor ekan, lekin agar sotilmay qolsa, hech kim olmay qolsa, ukamiz bilan kelishsam o'zim bosib yuboraman, nasib bo'lsa. Kia Optima 2012-yil 2 litrli motor. Mashinaning bu yoqda kraskasi bor, lekin mashinaning stoykalari, umuman geometriyasi вообще ideal holatda. Og'aynilarim ko'p, o'zimning yaqin og'aynilarim so'rashadi, qanaqa mashina deb maslahat berganda Kia Optimani har doim aytaman. Kimga qanday, hammaning o'zini vkusi bor, boshqasi bor. Kia K5 ga nisbatan umumaganda Kia K5 bu Kia Optimani davomchisi, просто nomi o'zgarib, dizayni o'zgargani uchun sal Kia K5 bo'lib ketdi. Umuman Kia seriyani masalan Kia Rio'lar ham K3 shunaqa bo'lib ketdi. 2 litrli motor. Aka 10,5 dedingizmi narxini? $10,500 so'rab turgan ekanlar mashinani. Mashina полный elektropaketda. Sidenlarning holati. Ekonomishli семейный avtomobil, oilaviy. Lukpuklari yo'q ekan. Mashina zo'r. Ko'jinli salon. Kameralari bor ekan mashina. Mashina salondan ochilar ekan. Orqa bagajni ocha olmadim. Diskalarni holat. Telefon raqamini oz ko'rsatam. Telefon raqamlari mana bu ekan. Telefon raqami mana shumi? Ushbu telefon raqamga telefon qilib, aloqaga chiqib kelishib olsalar ham bo'ladi. Yaponskiy Mazda 3 2010-yil so'rab turgan narxlari $8,500 ekan o'rtoqlar. Mashina holati, kraskasi top-toza ekan mashinani. Orqa tarafdan ko'rinishi. Mazda 3. Endi tonirovka ruxsatlariga 11 oy bor ekan. 145 ming. O'rtoqlar, bu 2 yil oldi bu mashinaning narxi 10 mingdan baland edi. Hozir $8,500. Bir qo'l. 2013-yil kirgan, $42,000 ga olib kirilgan. Zapasga tushmagan. O'rtoqlar, yaxshi shansli. Mana bu andamda nimalarga bo'lmaydi. Mana shunga respekt lekin. Siz buni zavod turibdi, xabarsiz. Вообще, mashina zo'r. 8,5 kelishadigan joyi bor, ha? Gaplashamiz. Oladiganlar bo'lsa kelishib, ko'rib yana gap. Mana liniya ko'rinib turibdi, birona plyonka mana yopishgan. Aytdim uzoqdan ko'rgan paytimda boshqacha ekan. Lekin $8,500. Bu nima deydi? Mashina tiniq. Har doim aytaman. Bu men avtomobil sotadigan ham yoki brendni ham reklama qilmayman hech qachon. Mashina o'ziga yarasha dastoyni. $8,500 bu boshlang'ich narxi ekan. Telefon raqamingizni aytib boring.
94lik 688 688 90 90 ushbu telefon raqamiga telefon qilib mashinani kelishib ko'rib olsangiz bo'ladi. Atak mashina eski Nissan Maxima'ni taniganlar biladi. Bu yangicha ko'rinishdagi 2008-yil so'rab turgan narxlari 13 ming dollar ekan. 3.5 lik motor. Probeg bu milda o'zimizda где-то 185 minglar bo'ladi. Telefon raqamlari 97 lik 342 22 53. Kraska hammasi родной. Kraska bo'lmagan ekan. Nissan avtomobiliga bizlar bunday qaraymiz-ku. Moganda Infiniti bu ham Nissan. Yana eslatib o'taman. Nissan GT-R bu Nissan kompaniyasiga tegishli. Moganda birinchi drift Nissan avtomobilida bo'lgan. Shuning uchun Nissan не подарок ko'rinishi. Двойной выхлоп. Mana orqasidagi nimasini aerodinamikasini ko'ryapsizmi qanaqa? Oldi bilan proporsiyalarini chiroyli juda ham yaxshi. А разрешение тонировки есть? 11 oy, короче, nimaga tonirovkaga ruxsati bor. Zo'r. Это начальная цена, да? 13 ming boshlang'ich narxi, yana kelishadigan joylari bor ekan mashina, xudo xolisa.